Sizde başka iqtidar bo'lmagandan keyin ishdan bag'ni berish orqali qarshi tarafninki ko'nglini tutib tursiz. Men Ko'zyashim psixik masala tush markazidan ixtiyor usmonim. Mush mendan psixik masala so'rayotgan nurg'ulg'an mush ayollar, xonim qizlar, singillarim. Uni qaytirib ekilib berang, buni qaytirib ekilib berang. Muhabbatim manda qilib oldi, endi u men bilan kavramidi. Meni qaytirib ekilib beralamsiz deb manda deyotgansizlar. Sizlarning ajoyib bir ojiz psixikanglar borki, sadg'an ketaylar. Bir akishni, bir o'g'ilvalini şu bir ishdan beg'inglarni tutqazmay turibmi bir jalb qildik sizlarning bir talantinglar, aqlinglar, tafakkuringlar, bu orlaylikinglar, qimmatinglar zot yo'qmi? Zot muhabbatlashgandan keyin cho'qim ishdan bag'ni berish kerakmi? Tutqizish kerakmi? Sizlarning qaranglar va kalang ubda ishiltinglar. Ubda ishiltingiz kallangizni. İşten bağını beriş arqılıq, işten bağını bəmey turub, qarış tərəfini qolunuzu tutup tuğdak iqtidarınız, talantınız, aqli qabiliyetiniz, ortuqçılığınız bulmağaçqa, yoki yo'q deb yüzünüzge ayında mark çaplı bağın boğaçqa, qalpaq yegiz bağın boğaçqa, siz şu yeringizni beriş arqılıq tutup turman deysiz, əməliyyatda o, şu yerinizge erişib aldı mı, əyətsin başlap sizge qat'iy qarmaydı, hər kız qarmaydı sizge etib qoyay. Şandınız mı? Şuna işten bağını bəmey turib, o'g'ilvalninki ichki psixikasini qiynab turib keltirish usuli degan qaysi? Jinsiyatdagi ijodchilik degan nima? Qandaq erlar ayolni sirti qartib qo'ydi? Qandaq ayollar erini sirti qartib qo'ydi? Bu xususdagi darsimizni qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ayrimxondizdan